ko'p odam qatnashdi. Boshqa mamlakatlardan, ya'ni O'rta Osiyoning ko'p hududlaridan ishtirokchilar qatnashdi. 5 ta finalistimiz bor edi. Shu 5 ta finalistimizning ichida bir yigitimiz g'olib bo'ldi. Bu yigit asli shu o'zimizdan Rossiyaga bir musofir bo'lib ishlashga ketib, o'sha yerda stroykada ishlab yurgan yigitimiz g'olib bo'ldi. O'sha yonidagi sheriklari, stroykadagi sheriklari bu ukamizga bilet olib berishdi. Bir kunda konsertdan bir kun oldin yetib keldi Toshkentga. Bitta qo'llab olasizlar. Tolibjon, to'xtasanglar. Qo'llaymiz. Alaykum assalom. Assalomu alaykum. Qadrli muxlislar, ustoz sizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Qolaversa barcha muxlislarimizga bizni qo'llab-quvvatlaganlari uchun kattakon rahmat aytaman. Rahmat, sog' bo'linglar, boringlarga shukr. Bu shaharda bor ko'yli yarim, alamlari ko'p dardli, bir jonidan kuygan bechora, yuzi kular ko'zlarini Tolibjon, bugundan emas, mana konsertni birinchi kunidan boshlab sen Tolib musofir taxallusi bilan Xudo xolisa xalqimizni xursandchilik kunlarida xizmat qilib yurasan edi. Endi mana shu ashula ham senga juda yarashdi. Bemalol aytaver. Xohlasang klip ol, sudga bermayman seni. Nima bor? rahmat, sizlarga shukr. Bir yangi duet qilganman, men shu o'zim bastaladim bir yangi ashula. Agar ijozat bersanglar, shuni birga aytib bersak, nima dedinglar? Günler birer mehirle koşup, değişer bir körsem kanıydı. Tünlerde biz etken koşup, Bugün bizni hamma taniydi. Günler birer mehrine ko'shib, değişer bir ko'rsam qaniydi. Tunlarda biz aytgan qo'shiq. ismimizni biladi hamma, biz dunyoning oshiqlarimiz, sevishganlar yuraklarida aylanadi qo'shiqlarimiz.